Assalomu alaykum. Bugun biz osh qilamiz. Birinchi yog'da dog' qilib olib, go'shtimizni solamiz. Go'shtimizni solganimizdan keyin piyozimizni solamiz. Piyozimizni tillarang bo'lgunga qadar yaxshilab qovuramiz. Qovurib olganimizdan keyin kiritilgan sabzilarimizni, ularni ham tillarang bo'lgunga qadar qovuramiz. Bahor kelganligi sababli tok tok osh qilishga qaror qildim. Tok oshni ichidagi qiymasiga go'sht, piyoz, ta'bga ko'ra tuz va yog' quyuvordim. Keyin ularni ipga tizib oldim. Keyin suvi quyilgan oshimizni ichiga toklarimizni solvoldim. Shu orada bir qoshiq tuz solib, guruchimizni uyutib qo'ydim. Keyin uyutganimdan keyin yuvib olib, ana endi oshimizga guruchimizni birin-ketin asta-sekinlik bilan solib olamiz. Haytgancha obuna bo'lsangiz xursand bo'lardim. Layk bosib qo'ysangiz yana xursand bo'lardim. Keyin guruchlarimizni solib oldik va solib bo'lganimizdan keyin guruch suvini totib olgunigacha qaynatamiz. Birinchi baland olovda, keyin pastlatamiz. Sekin-sekin pastlatib olib, mana suvini totib bo'lgandan keyin dimlab qo'yamiz va 15 daqiqadan keyin ochamiz. Oshimiz tayyor. Voila! Baho bering o'zingiz.